Assalomu alaykum. Shorts ko'rib zerikkanlar uchun bitta video qilay dedim uyda hozir. Vallahi kelib qoldi. 5-6 ta xo'rozlardan ko'rsatamiz endi. Mart oxirida chiqqan jo'ja 4 kilo 700 da hozir. Zo'rlarni bolasi inshaalloh zo'r. Buni bitta zalatinki, bitta bardovi ham bor, sotilib ketdi sheriklar. Bitta mashinasini o'zimga olib qoldim. Yo'llari ham, kaltaklari ham Inamarka. Xudo xolasa chempion jo'ja. Adashib 4,5 kilo oshiqda, 4 kilo 700 lar atrofida hozir. Polvon. Nargisini olib keling. Bo'ldi, buni qamab bir 7-8 ta jo'jadan buni qo'yaylik, bo'ldi, qolgan sartmas. Bunisi yanvar risk. Bir hikmat topib chiqdi, urushtira olmayman, keling o'ynaymiz deb. 4 kilo 800 da. Juda yomon. O'tgan yil qo'ygan hali bardovi yaponning bolasi. Bitta 10 minut sparaqiga o'zimiz uchun shu bo'yi tayyor bo'ldi xo'roz. Yengilcha o'ynab olamiz desa, unaqa cho'ja yo'q, raqib yo'q bunga. Hammasi tulaylar chiqyapti. Hozir ham kichkina davralarga. Bo'ldi bu ham. Zo'r. Hozirgi bilan birga chiqqan ona bir, ota boshqa. Buni otasi yapon emas, narigi katta qorani bolasi. 5 kilo 300 da hozir. Shu bilan birga yuradi. Hali rosmana ko'rganimiz yo'q. Bunga urushtiradigan jo'ja ham yo'q. Katta silski. O'zi ham polvon, katta jo'ja. 5 kilo 300 hozir. Alloh xolasa urishsa kerak. Biz bugun rosmana ajratamiz. Ana sherigidan hozirgi sherigi gala boshi bo'lganda bo'ladi ichida. Bundan qo'rqib yurardi. Endi yopishsa kerak xo'rozga o'zi. Olib qo'yavering buni ham, bo'ldi. O'tgan yili 9000 ta 10 ta bo'lganimizda YouTube bloglanib kanal yo'q bo'lib ketdi-yu, yangi kanalda endi bu ham. Katta video ko'radiganlar uchun 28-aprel o'zim uchun olib qolgan jo'jam. Bir orada sotaman dedim, keyin yana 5 minut ko'rganimdan keyin sotmaydigan bo'ldim. Xo'roz qilib inshaalloh tayyor qilib zo'r pulga sotaman. Yo'li ham, kaltagi ham joyida, vobshe borgan yerida zo'rlik ko'rishadi yoki o'zimizda qolsa ham zo'rlik ko'rishadi. Xudo xolasa 4,5 kilo atrofida, lekin juda yosh. Yo'li kaltagi, topdagi xo'roz kaltagi bor deb qo'yganman, ana shu jo'ja. To'lovlar ancha kelib qoldi. Chin yurakdan jang qiladi, qattiq urushadi. Kirishib bo'lsa ajratgis kelmaydi 5-10 minut. Yuruvi ham yomon, yo'li ham. Yarim kilo qilib qo'ydim, Xudo xolasa. Bitta sherigini sotdik. Urushtirib berib sotganmiz. Syomkalari bor. U sherigi bunchalik zo'r emasdi, lekin yaxshi edi. Urushtirib berdik. Ko'rib olishdi mana shu yerda, o'zimizga sotdik uni. Olib kelingchi, uni o'sha bo'larmikin? Chempionni olavermamsizda tulayni. Ha, qo'yib yuboravering, bir bola qilib ishlaymiz. Bu yil kelganlar bizga. O'tgan yil hali bardovilar keldi, yapon. Bu yil yapon atakaga ishqiboz bo'ldik. Shu ataka makiyonga qo'shilgani. Ikkala tomoni ham yapon bo'lgan. Bir jup bor bularning. Internetlarda chiqyapti, chetdiki bir-biriga juda yomon yo'l qiladi. Ashunaqa yuruvchi hech kim tushunib bo'lmaydigan darajada yo'l qiladi, yo'li yomon. Ba'zi biz girakash jo'jaga ko'ruvdik, o'zimizga yuruvni ham yechib yurib olib chiqib afshe yomon jang qilib yubordi jonivorlar. Buni yana bitta sherigi ham bor. Sherigi ham shunaqa go'zal.
Hozir uni ham qo'yamiz sherigini. Bu ham 4 kilo oshiq hozir. 4 kilo 600-700 ga xo'roz bo'lsa kerak. O'tgan yili kimlarga xo'roz bergan bo'lsam biladi. Hammasi mashina kunga yoqmay o'zimga qolgani emas. O'shti davrasida ikkita yutgan. O'zimizda ham xudo xolasa zo'rlik ko'rishib, общий soni o'tgan yilgi yutuq soni 8 ta. Oxirida tulovga kirganda yana tumshug'i chiqib ketib necha qildi, shu bo'yi dam berdi. 100 ga 1 million bo'lib, bu 1 million raqib 100 qo'ygan joyida tumshug'i ketib qoldi. 5,5 kiloda. 4 kun 5 kunda xudo xolasa tayyor. Ko'ktoyni ol, tekkadagini ko'kni. Hozir ham 5-4 million o'yinda ko'rib xomdan chiqarib olsa bo'laveradi. Boqib qo'ydim. To'lovlari 98-97% da. Ozgina bor to'lovlarida. Pixini qoppog'ini olib qo'yganman, o'zi qolgan pixi joyida. Pixini qizig'i yo'q deydi, hech qanaqa qizig'i yo'q. Nargi raqibda ham pixi bo'lsa ham mayli, farqi yo'q. 1 metr pixi bo'lsa ham qo'yilaveradi. Pixliga urishadi, asosiy buni nimasi fishkasi kaltakdan ko'ra haqiqiy so'yib yuboradi. O'tgan yil ham nechtaga urishgan bo'lsa hammasini birak qilib yuborgan. 1200 ga kelgan 5,5 kilolik qora toyda ham mana shu yutgan 8 milliondan. Tayyor bo'lib qoldi bu ham inshaalloh. 5 kilo 450, 5,5 kilo atrofida hozir. Ko'ktoyim shu burchakka qo'yaver, baqa tushib ketsa. Qiynalamiz. Birinchi qo'ygan cho'jani ham tanasi. Qoran 4 kilo 700 bu o'sha partiyaning ichida eng kichkinasi chiqqan. 4 kilo 300, 4 kilo 500 atrofida urishadi. 4 kilo 200 balandroq urishadi. Hozir ham 4 kilo oshiqroq bo'lsa kerak. 4 kilo 100-200. 4,5 ga urush qoladi deb turibmiz. Ko'rdim o'zim uchun. Yo'li kaltagi juda zo'r. Akasidan qolish, sherigidan qolishmaydi kattasidan. Buni ham short qilib qo'ydim, mabodo yo'li kaltagi yoqmasa pulini qaytarib beraman. Shu bo'ladi, avlodda ko'k yo'q edi. Bitta ko'k chiqib qoldi ichida. Qarangi, nimaga ko'k chiqdi, hayronman. Onasi qora makoni. Bitta ko'k chiqib qoldi, mana shu bor ko'klarni. Qo'yvoringchi. Mana o'zimizga yangilik bu. Toshkent ko'r tanachiligini makonga yaponimni qo'shganman. O'tganlar shundan bitta. Rost chiqdi. Endi kim biladi bu qanaqa? Kechki, maysk. Tanachi ko'r liniyadan $550 makon kelgan ekan bir do'stimga. Shuni yaponga qo'shuvdi. Dolyaga mashtiydi bizga. Maysk cho'ja. Hali yosh buni ko'rmadi, nima emas bilmaymiz. Otasi 4 kilo 800 buni bilmasam endi necha kilo urishadi. Aslida bitta yomon usha bo'lmaydigani bor. Ashini qo'yib yuborsa bo'ladi, qolganlarini qolgan yana ikkita 3 aprelskiy bor. Shartma. Bu ham umuman ushlanmaganda. Mana bu hozirgi qale qora yaponni sherigi. Mashinasini ko'proq urishtirib yubordim. 5 minut ko'raman deb 20 minut ko'rib yubordim. Martda chiqqan yaxshi 4 kilo 200 cho'jani daji qochirib yubordi endi. Syomkaga hijolat qildi, mahallada urishtirdi. Yo'lam, kaltagam o'sha Dinamarka. Onasi yapon aka bo'lganda bular. Onasi. Otasini yapon deb berishgan, o'tgan yapon urushtirib yurdik. O'tgan sotmadik, juda ko'p berdi. Xorazmga ham 1800 ga bermadim otasini. Bu yerda Marg'ilonga 2100 ga bermadim. O'zim o'ynab yurdim. Oxirgiga bitta ko'zi ko'r bo'lgandan keyin o'yinda yutib ko'r bo'ldi, tanachin. Keyin sotdik xo'rozni 2000 ga. O'shani bolasi bu. Yaponimni, yapon ataka kichkina makonchalar kelyapti, privozni. O'shalar bolasi, lekin bu ham hozir 4 kilo 200 bor. Nargi sherigi bundan kattaroq bo'lsa kerak. 4,5 kilo bo'lar, aprelda chiqqan jo'jalar. Kaltagam yomon, yuruv ham
urmasa ham mayli, shunaqa yuruq qilib tursang bo'ldi, birpas tomosha qilib maza qilay deydigan jo'ja ikkalasi. Yurigi o'ta yomon, silishki. Bu ham erkak bo'lib yoshiga to'lsa qarsach oldiraveradi inshaalloh. Garantiyali jo'jalardan bo'landa, xudo xolisa. Makyonlari ham bor, yuribdi, bir makyonlarni ham qo'yib qo'yaman. O'sha nomerdaman 94li 218 46 64. Ko'pchilik bilan gaplashganda taniysizlar. Hali mayda chuyda boshda og'ritib, aka udi deb shunaqa odamlar telefon qilmasin. Bizni xo'rozdan boshqada kasbimiz, buni hobbiga boqamiz, urishtirib turamiz. Kasbimiz asli boshqa narsadan pul topamiz. Shuning uchun ko'proq kunduz ishda, band bo'lamiz ishda. Telefon qilib boshimni o'rtaveradi, bitta ikkitasi so'kib yuboryapman, xafa bo'lmaysizlar. Bunaqa bema'ni telefon qilavermanglar, to'g'risiga. Bo'ladigan odamlar bor, o'zimizga o'xshagan xo'rozbozlar. Shunaqa odamlar telefon qilsin, bo'ladigan gapni gaplashaylik. Yolg'on, yaxshi, bu internetdan xo'roz oldim, urushmadi. Mendan olmagansiz, aka. Mendan olgan bo'lsangiz, men garantiya deb bergan bo'lsam, liboy joyda tan olaman, javob deb bergan narsamni, aka. Shunaqa har xil dardlaringni o'sha kimdan xo'roz olgan bo'lsalar, o'shanga aytinglar. Seryozni odamlar telefon qilsa, seryozni gaplashaylik, aka. Xayr, hammaga xudo xolasa yana bir qo'yamiz. Yana ham ozgina go'sht yeb, bular 200 gram, 300 gramdan qo'shib xo'roz bo'lib olsin. Bitta qo'yamiz, bomba qilib, xudo xolasa, hammasini. 12tasini.